Kim sendan yaxshi kurashadi hozir? 155 poundda hech kim. To'g'ri. Bu haqida o'ylamasam ham bo'ladi. Oldin Islam edi, lekin u vaznni ko'targan. Ha, u ko'tarildi. Bilasanmi, u energiyasini bekorga sarflamaydi va u juda xotirjam. Sen ham shundaysan. Sen ham xotirjamsan. Sen ba'zilardek tentak emassan. Armanni zarbalari juda yaxshi. O'ylaymanki, uni straykingiga past baho berishadi, chunki uni straykingi kurash soyasida qolib ketadi. Hamma uni grepplingga kurash haqida gapiradi, lekin u bir holatdan ikkinchi holatga juda tez o'ta oladi. Men unga aytdim, ozroq qo'l bilan ishlashga harakat qil. Sen buni yaxshi uddalayapsan. Nega meni senga hujum qilishga qo'yib bermayapsan? Men kim sendan yaxshi kurashadi desam, u hech kim dedi. Agar seni hech kim yiqita olmasa, ular seni yiqitmoqchi bo'lganda xato qilishi aniq. Ana shunda sen ularni tinchitasan. Undan keyin o'zingni ishingni qilsang bo'ladi. Ungacha sen qo'llaringni ko'proq ishlatishing kerak dedim. U ha, bu yaxshi fikr dedi.